Qadrli dostlar, san'at osmonda chaqnagan bir jup chulpan Ahmadjon Aqtam bilan Arzugul Tursunning Arzuluq qizi Alfira pianinoni yaxshi cheplaqanmasdan balki naqshnimi shundoq chiroyli aytadi ekan. U bugungi bu kechilikda o'zining ota-onasining ajriga aqidasiga atab ijod qilgan Rahmatim bor degan naqsni ota-onasiga hamda tuanda o'tirgan barliq mehmonlarga sovg'a qilmoqchi ekan. Qinamsa qizg'in olqishlarimiz bilan Alfirani sahnamizda taklif qilaylik. Çektim cabani, ah canım ana. Üstürdüm beni aziz gül kılım. Çektim cabani, ah canım ana. Çektim cabani, ah canım ana. Gece göz yumay, bergen üstünge. Rahmet avazi. Şah bulup üstüm senin koynunda, ata han kılıp kürdün beni pervişler. Sen bulgaç tac ve tahtın ata, köklüdüm şuna sana erkiler. Köklüdüm şuna sana erkiler. Nişan eylesem, kanatlar kıkıp nişan eylesem. Can ana, can ata, rahmet sizlerge kılay muntazir. Can ana, can ata, rahmet sizlerge kılay muntazir. Rahmet sizlerge kılay muntazir. Rahmet sizlerge
Rahmet, rahmet, rahmet. Rahmet ede. Oy rahmet, oy rahmet. Rahmet, rahmet, rahmet. Oy rahmet ede, rahmet. Rahmet, 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 rahmet. 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 Oy çok apa rahmet. Rahmet, rahmet. Rahmet, rahmet. Malam rahmet. Rahmat. Sizgimi rahmat Alfira naqshini aytdim, yaqinlik aytib berdingiz. To'liq hayajonlandim. Undaq bo'lsa sizdan so'rab baqsam, Alfira, siz bu naqshni qanday bir kuchning turtkisida ijod qilib qoldingiz? Men bu naqshini 18 yoshga kirgan tug'ilgan kunimda ota-onamning meni beqib cho'ng qilgan ajriga rahmat etish yuzidan mush naqshini ijod qilib ota-onam so'qgandim. Barakallah, ijodiyatingizga barakallah. Sizning bundan keyin yangi ijodiyatlarni qilib turishingizga chin ko'nglimdan tilakdoshman.